Hammaga salom. Bu videoyimni uyda yolg'iz yashaydigan, uyda yolg'iz qolishdan qo'rqadigan odamlar ko'rishini tavsiya qilmayman. Bu uyga ko'chib kelganimga 7 oydan oshdi. Boshda kelganimda oshxonada nimadirlar taraqlasa, qanaqadir ovozlar kelsa qo'shnining uydan bo'lyapti shekilli deb o'ylardim, ahamiyat bermaganman, lekin 7 oy bo'libdiki, mana shu kungacha tiriqlashi, shiriqlashi haligacha yo'qolmadi. Bir kuni o'rtog'im bilan zalda gaplashib o'tiribmiz, ikkalamizdan boshqa uyda hech kim yo'q. Oshxonada nimadir yerga tushib sinib ketdi. Men o'yladim, idishni yuvib chekka qo'yib qo'ygan bo'lsam, tushib ketdimikin deb o'yladim. Oshxonaga yugurib kirib, ne ko'z bilan qarayki, oshxonada hech narsa sinmagan. Idishni singan ovozi faqat menga emas, o'rtog'imga ham eshitilgan. Oshxonaga kirdim. Uyimda nechta xona bo'lsa, hamma xonaga kirib chiqdim. Hech qayerda hech narsa sinmagan edi. Biz aniq quloqimiz bilan eshitdik, oshxonada rostdan nimadir tushib singan edi. Qo'shni uyda bo'lmadi, tashqarida bo'lmadi, ko'chada bo'lmadi. Aniq oshxonadan keldi bu ovoz. Yana gaplashib o'tiribmiz. Alisa uchiga edi. O'zidan o'zi Alisa Arabisga qo'shiq qo'yib yubordi. Va kecha uyimda mana shunaqa holat ikkinchi marta qaytarildi. Nima bo'lyapti? O'z-o'zidan lampochkalar shunaqa tushib ketdi. Bunaqa voqealarga o'z ko'zlari bilan ko'rib guvoh bo'lgan o'rtoqlarim bor. Ular mening uyimga kelsa, o'zlari yolg'iz oshxonamga kirishmaydi, ko'pincha mening uyimga kelgani qo'rqishadi. Bunaqa holatda eng qo'rqinchlisi o'rtog'im o'tib qolgan payt yanvar oyida bo'ldi. Hozir kech kirib qoldi, o'zi aytib bergani qo'rqaman, to'g'risi. Agar sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, keyingi ikkinchi qismida albatta aytib beraman. Sizlarda ham shunaqa voqealar bo'lganmi? Kommentariyaga yozib keting.